Ba'zan hayotda shunday kunlar bo'ladiki, hamma narsa bizga qarshi turgandek tuyuladi. Qilgan mehnatlarimiz samarasiz ketayotgandek, omad bizdan butunlay yuz o'girgandek his qilamiz o'zimizni. Shunday paytda ich-ichimizdan bir ovoz so'raydi: tugatsammikin, taslim bo'lsammikin? Amerikalik yozuvchi Ernest Hemingwayning bir qahramoni bor, Chol Santiago. U keksa va tajribali baliqchi edi. Ammo ketma-ket 84 kun davomida dengizdan birorta ham baliq tutolmaydi. Tasavvur qiling, 84 kunlik muvaffaqiyatsizlik. Atrofdagilar unga achinib, omadsizga chiqarishgan edi. Hatto yosh yordamchisi ham uni tashlab ketadi. Ammo Chol taslim bo'lmadi. 85-kuni u yana dengizga hammadan ham uzoqroqqa suzib ketdi va nihoyat uning qarmog'iga ulkan bir baliq ilindi. Baliq shunchalik katta ediki, Cholning kichik qayig'ini o'zi bilan birga dengiz bag'riga tortib ketdi. Chol va baliq o'rtasida bir necha kunlik dahshatli kurash boshlandi. Cholning qo'llari qonadi, charchadi, och qoldi, chanqadi. U yolg'iz edi. Tungi dengiz o'rtasida u baliq bilan suhbatlashardi. "Men seni yaxshi ko'raman va hurmat qilaman", derdi Chol ichida. "Lekin baribir bugun seni o'ldiraman." Santiago oxirgi kuchini to'plab baliqni yengdi. Uni qayig'iga bog'lab ortga qayta boshladi. Ammo yo'lda qon hidini sezgan akulalar unga hujum qildi. Chol yolg'iz o'zi, bor yo'g'i bitta pichoq va eshkak bilan akulalarga qarshi jang qildi. U baliqni saqlab qolishni istardi. U qirg'oqqa qaytib kelganda esa baliqdan faqat ulkan suyak qolgan edi. Akulalar hamma go'shtni yeb bitirgandi. Tashqaridan qaraganda Chol yana yutqazdi. U uyiga charchagan, holdan toygan va quruq qo'l bilan qaytdi. Ammo u ruhan yengilmagan edi. U o'ziga o'zi butun insoniyatga dars bo'ladigan mana shu gaplarni aytdi. Inson mag'lubiyat uchun yaratilmagan. Uni yo'q qilib tashlash mumkin, ammo uni yengib bo'lmaydi. Azizlar, balki siz ham bugun hayotingizdagi 84 kunlik omadsizlik davrini o'tayotgandirsiz. Balki siz yengish uchun kurashayotgan maqsadlaringizni kimlardir parchalab tashlayotgandir. Lekin unutmang, natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, sizning taslim bo'lmayotganingiz, har kuni qayta urinayotganingiz sizning eng katta g'alabangizdir. Sizni sindirishlari mumkin, ammo siz taslim bo'lmasangiz, sizni hech kim yenga olmaydi. Bugun dengiz sokin, qayig'ingizni tayyorlang. Ertaga yangi kun va yangi kun, umidlar bor.